Xoharda fayomi bor menga. Yoshi 22 gada, muqobil 48 gada. Faqat bir masala shar'isini so'radiki bor, shuni bilan izdivoj qilishligini. Men aytdim, xoharjon, yoshingki javonda, nima uchun bu kishi bilan? Aytdi, nasli javonni xiyonatidan bizda bir o'z xasta bo'lganmiz. Xafa bo'lmang. 15 yil bo'libdi Turkiya va Eron, Olmon, Suisga bacha 15 yildan beri banomin nomzodlik qizgina bechora qarrigan. Majburdiki vaqtiga javon muddat shaklga xiyonat qilsa, bir sinni ketgan bilan nima qiladi? Rozi bo'ladiki, va buni bilan izdivoj qilsa va nomzodlik qilib bersa. Kecha 1 bajay kechagacha 12 bajay shabgacha yakkagina o'toqxonasiga qo'yilgan, lahza ba lahza muntazirdiki bu landag'ar qayerdan keladi deb, ammo hanuz xabari yo'q. Meylav, chaylav, qaylav ayni hol gashtaki bilan masrufda. Agar zang urgiday bo'lsam, bechorani onasidan tutib kulli nasl zurriyasini tikka qiladiki, bola sen men qo'ymaysan-ki, rafolarim bilan zindalik qilsam. Nasli javon inog'alarim xafa bo'lmaylar. Yaxshilarning tarafi devorda, wala haqiqatdi bu narsa. To 12 bajagacha tozagina o'yiga olib berilgan qiz yig'lab yotadi, hech kim ham yo'q, qaynona va qaynotasini ham borib uyg'ota olmaydi. Mon bu xiyonatingizni qo'lidan mumkin qizlar bo'lsa-ki bor, sinni balanga nima bo'lsa, rozi bo'lgidek bo'lsa. Bir rafiqi do'stim bor, aytadiki, bir oyning ichiga agar 30 ta qaziya kelgidek bo'lsa, 20 tasi nasli javon qizda keladiki bor, ular men taloqimni olaman shu javobgacha. Zarba yegan, ro'yasi urilgan, javonlikni buni oyog'ini tagiga pido qilgan, ammo muqobil ehsos qilmagan, xiyonat qilgan, oldimga to'xtab zang uradi deydi boshqa begonalar bilan, darholiki meni ketirganiga 1 oy bo'lgani yo'q o'yiga. Bu xohar har lahzasi o'ladi. Tadrijiy o'ldirmoqda bir qizni darvoqe. Mon bu xiyonatlarimiz aziz nasli javonlar, aziz inog'alar sabab bo'ladiki bor, bizlarning xoharlarimiz o'zidan yoshi balanga nima bo'lsa, rozi bo'lgidek bo'lsa. Mavlo sohiblar mufti majonan nonlarni yeb o'rganganda, issiq mukayif kularni tagiga to'xtab bizlarga tabliq qiladi. Bizlarga hech zot yo'q yegiday biz shu asosdan 15 yil bizda zindalikka tark qilib bizlar musofiratga ketganmiz. Daqiq ma'lumdiki o'rga mo'tot bo'lib kelasan. Ma'lumdiki zindalik uchun ketgansan. Ma'lumdorki bor, necha ro'z o'tmay to'xtab sharob do'stiga bir-biringni choqqilaysan. Ma'lumda ilgaroq aytdimki, u do'sti inog'abizki peshonasidan o'psam araqi bilan zahmat qiladi, oyandaga bir narsa tuzalsa uni tarafi devor. Ammo nasli javonni xiyonati bilan vaqt sabab bo'ladi. Qarori payomi shu inog'a xohari biz uchun aytamanki, nima bo'lgidek bo'lsa, sinni ketganlarga rozi bo'lsa.